Sun'iy intellekt haqida hafta yangiliklari. Pentagon 8 ta gigant kompaniyani sun'iy intellektni xavfsizlikda qo'llash uchun jalb qildi. Lekin hamkorlik shartlariga norozi bo'lgan Anthropic bunga qo'shilmadi. Stripe agentlar uchun onlayn hamyon chiqardi. Bu degani sun'iy intellekt endi siz nomingizdan nimadirlar sotib olishi mumkin. Mayo klinikasi sun'iy intellekt yordamida oshqozon osti bezi saratonini 3 yil oldin aniqlashga erishdi. Model saratonni shifokorlardan 2 karra aniqroq baholay olgan. Saudiya sun'iy intellekt uchun operatsion tizim qurishni boshladi. U har xil joydagi dasturlarni bir joyga yig'adi. Bu yangilik Saudiyani sun'iy intellekt borasida AQSh va Xitoydan mustaqil qilishi mumkin. Nimadir esimga tushib ketdi. Har bir davlatni o'zining sun'iy intellekt modeli bo'lishi kerak. OpenAI va Anthropic endi dasturchilarni mijoz kompaniyalariga yuborib, joyda sun'iy intellekt xizmatlarini ko'rsatishni boshladi. Chunki ular hozirgi masofaviy hamkorlikni sekin deb hisoblashyapti. Yana bir narsa esimga tushib ketdi. Kelajakda sun'iy intellekt xuddi kommunal xizmatdek bo'ladi. Siz operator tanlaysiz, xuddi Uztelecom yoki Sarkor Telekom tanlaganingizdek, sun'iy intellekt uchun ham alohida bitta operator tanlaysiz. ChatGPT bo'lsinmi, u yoki Gemini bo'lsinmi, Claude bo'lsinmi, demak, mana shunaqa ko'rinishi keladi. Ya'ni bu shunchalik hayotimizga kirib ketadiki, xuddi kommunal xizmatdek qabul qilishni boshlaymiz. Bu hafta ham sun'iy intellekt tezlikni oshirib bordi. Siz-chi zamonga yetib olishga ulguryapsizmi?